Aldab mani 3-xotin qilib olgan ekan. O'tlarni terib, ulardan sho'rva qilib ichardik. Fosfor tagida qocholmasdan tirik yonib kuyib ketgan bo'lgan. Qanchalik dod solib yig'laganlari hammasi esimda qolgan. Odnoklassnik saytidan Mujohid degan bitta bola bilan tanishib qolganman. Endi u payt 19 yoshda bo'lganman. O'shanda yoshlik qilib, sevib, yaxshi ko'rib qolganman. San kelgin, senga uylanaman degan. Bilet pulim yo'q mani. Men bu yerda ota-onam bilanman. Men o'qiyman, ishlamayman. Hozir ota-onamdan pul so'rasam, biletga g'alati bo'lib qoladi, bilishadi, bilib qolishadi desam, yo'q degan, aytmagin, hech kimga aytmagin, yashirgin. Men o'zim pul jo'nataman degan. Samolyot biletiga pul yuborgan. Moskvadan Moldaviya, Tursiya qilib uchib ketdim men. Telefon qilib turardi. O'zi bilan hali ko'rishmaganman, faqat rasmini ko'rganman, живой hali ko'rishmadik. Keyin bo'ldi, sen ishongin, men seni olib kelaman yonimga degan. Tursiyadan Gazantep degan qishloqqa borganmiz avtobus bilan. U yoqda bir kecha bir kichkina uy ichida bir 18 ta ayol o'tirmaganmiz hamda, hattoki bolalar yotsinib tikka turib chiqqan bizaki, joy bo'lmagan, tashqariga chiqish mumkin emas, man etilgan, eshiklarni qulflab ketishgan ustimizdan. Oxiri bir kechasi chiqamiz, chegara o'tamiz deb olib chiqqan meni va men bilan bir 6 ta ayol olib chiqqan bolalar bilan Maqor degan joyga olib borishgan. O'sha kechasiyoq bizani pasportlarimizni yig'ib olishgan, ko'z oldimizda yoqib yuborishgan. Meni chaqirgan odamam taxminan bir hafta aloqaga chiqmadi. Ancha qo'rqib, nima bo'ldi ekan deb qo'rqib qoldik. Bizani shaharga olib ketishdi. Shaharda Maqor degan joy, o'sha bitta uyda qo'yishadi. 3-4 kundan keyin o'sha Maqorni egasi kelgan, o'sha erkak kishi kelgan. Seni yerga beramiz bugun degan. Seni chaqirgan bola seni topib keldi. Bugun nikohing bo'ladi degan. Keyin xo'p, mayli dedim. Mashinaga o'tkazishdi. Sen unga o'zi nikohlanding dedi. Ya'ni men ham demaganman, bolani ham ko'rmaganman, mendan so'rashmagan. O'sha mashinada bo'lgan, o'sha bo'ldi, nikohing bo'lgan, sen unga o'sha er-xotin sizlar deb tushuntirgan. Keyinchalik eshitganimizda u Tojikistonga qaytgan, Tojikistonda yana xotini bo'lgan, bolasi bo'lgan. Shu bilan aldab meni 3-xotin qilib olgan ekan. 3 oy yashamadim, sразу menga aytishdiki, erga tegasan deb. Erga tegmasang, seni bomba tushadigan joylarda o'shalarga olib borib tashab qo'yamiz. Bilganingni qilib, bilganingni yashaysan, o'zing yashaysan. Bizani qonunimiz bo'yicha sen erga tegasan dedi. Bir nechta erkaklar keldi, ko'rishdi. Oxiri bittasi olaman dedi. U bilan ham nikohimizni ko'rmadim. Yonimda bo'lmagan hech kim. Menga rozimisan deb so'rashmadi ham. U ham 2-xotin qilib olgan ekan. Birinchi xotini boshqa joyda, boshqa shaharda. Bu shaharga kelganiga men yonimga kelardi. U shaharga borganga xotini oldiga borardi. Keyinchalik bilsak, yana 2 ta xotini bo'lgan. Bir oycha uni nikohida bo'lgandim. Bir oy taxminan o'tmasdan u bomba tagida qolib ketdi. Majburiy yana erga berishdi. U bilan ham nikohimni ko'rmadim. Birinchi xotinlikka oldi, lekin mendan keyin yana 2 marta uylandi. 2018-yillar boshlandi, ochlik boshlandi bizda. Tegirmonga borardik. Tegirmondan o'tkazilgan bug'doylarni o'shoqqa qolardi. Musorga tashlaydiganlarni. O'sha xaltalab olib qo'yishgandi. O'shalarni olib, o'shalarni non qilib yerdik biz. O'tlarni terib, ulardan sho'rva qilib ichardik. Bolacha bor edi, 6 yoshlik. 6 emas, 5 emas. Orasida oyog'i singan edi, bomba tagida qolib ketgan, ota-onasi vafot etgan, bir o'zi qolib ketardi. O'shani olamiz degan paytim bo'lganda, imkonim bo'lmaganda, lekin xohlagandim. Fosfor tagida qocha olmasdan tirik yonib kuyib ketgan bo'lgan. Jasadi shunday qolgan bo'lgan.
Ba'zilari shunchaki yonganki, jasadi qolmagan, faqat izi qolib ketgan bo'ldi. Tiriklayin qanchalik baqirganlari, qanchalik dod solib yig'laganlari hammasi esimda qolgan. Bir bolacha ertalab oyi dedi, qop-qora qor yog'gan, qara dedi. Nimaiki qor yog'sa hamma joy oqarib qoladi-yu, hamma joyga tegadi. Bu aksincha qorayib hamma joy yonib ketgan. Do'zaxni ko'rganday bo'lib chiqqanmiz o'shanda. Ertasi kuni kunduzi уже bo'ldi deganman. Chidolmayman men boshqa, men borib Asiraga topshiraman o'zimni. Nima bo'lsa bo'lsin, lekin men bunaqa chidolmayman. Men bunaqa qo'rqaman yashashdan, bunday holatda deganman. Biz lagerga chiqqanmiz, taslim bo'lganmiz. 2018 oxirida boshlab 2021-yilning boshigacha Alxil lagerida Asirada yashaganman. 2018 oxiriga lagerga keldim. 2019da boshi tushyapti. Birinchi delegatsiya O'zbekiston borgan lagerda. Lagerda borgan, hammani ro'yxatda olgan. To'g'risini aytaman, men qo'rqitishgan. U yoqqa borsang seni qamaydi. U yoqqa borsang 30 yillab seni qamoqqa qo'yishadi. Qamoqdan tirik chiqmaysan, o'ldirishadi deb yomon qo'rqitishgan. Mehr biriga men bormaganman, yozdirmaganman o'zimni qo'rqqanimdan. Ota-onam bilan aloqaga chiqqanimga, yo'q degan qizim unaqa qilmagan, qaytib kelgan. Mani Mehr birda kelganlar hammasi qamalmagan, hammasi yashagan, o'z uyiga, o'z joyi bor, ishi bor deb ketaman deb delegatsiyani oldiga borganman. Delegatsiya Mehr 3ta kelganiga hozir ro'yxatda yo'qsiz, hozir olib keta olmaymiz, lekin keyingi Mehrga yozdiramiz deb rasm olib, danilarimni olib va Xudoga shukr 2021-yilning boshida fevralda Mehr 5 operatsiyasida qaytib kelganman. Prezidentimiz tashabbuslari bilan afv etilgan holatda bizani olib kelishgan. Hozirgi kunda Xudoga shukr ota-onamning bag'ridaman. U yoqdagi hayotni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Yashab qolay, bu kunim o'tsin degan narsa bo'ladi u yoqda. Haqiqat degan narsa yo'q u yoqda. U yoqda faqat sen ayol kishisan, ovqat qilib berasan, yotog'ini qilib berasan, farzand tug'ib berasan, sendan boshqa hech narsa kerak bo'lmaydi. Uzoqqa borganda qo'lingda avtomat berib jangga ham chiqarib yuborishadi. Yoshlarimizga bitta narsani aytib o'tardimki, shunday yurtning faqat qadrini bilish kerak.